Onangizni charchatmasdan ishlariga yordam bering qizlarim deb turmush o'rtog'im ishga, men bo'lsa uyda qoldim. Bugun bilasizlar, prezident saylovi bo'lganligi sababli bolajonlarim uyda. Shuning uchun ishim tugagandan tugamadi, qaynonamnikigacha borib, qaynonamni uylarini ham saranjon sarishta qilib, endigi navbat o'zimizni uyimizga. Har kun shunaqa kir yuvaman, kir quritaman, kir yuvaman, kir quritaman. Nimagadir uyimizda kirdan ko'p yo'q. Eng yomon ko'ran ishim ham kir yuvib, kirni osib quritish. Lekin yomon ko'raning peshonangda bo'ladi degan gap shu to'g'ri bo'lsa kerak. Shuning uchun ham eng ko'p ishim shu kir bizning uyimizda. Xudoga shukr, shunisiga ham farzandlarimiz hali yosh bo'lgani uchun anchagina har kun kuniga yuvib turishimiz kerak. Kirlarim tugaganda tugamadi. Qizlarim onangga yordam berib dadasi ketdi, lekin qizlarimni o'zi tinchgina uyda o'zlarini eplab o'ynab o'tirsa bo'ldi. Menga yordamlashganlari shu o'zi shu bo'ladi. Qiynamasdan, biror joylari yiqib to'kmasdan, aqlligina o'ynasalar bo'ldi. Men bo'lsam o'zimning ishlarimni o'zim qilaman. Chunki qizlarim bilan birgalikda qilsam, biror narsani yo chala qilamiz, yo to'kamiz, yo sindiramiz. Shuning uchun ham bunaqa paytda tinchgina o'z ishimni o'zim qilganim yaxshi. Lekin baribir ham ona bo'lib qizlarimga uy ishlarini o'rgatishga harakat qilaman. Faqat ularni kayfiyatiga qarab, agar xohlashmasa, uy ishlarini qilishga unchalik ham undamayman. Chunki hali qo'limdan keladi. Sekin-sekin katta bo'lishsa etishaveradi, ishlarimga yordam berishaveradi. Bu tarafda bo'lsa qaynonam har xil guruchlardan bergan, yoki guruch pishirganda qo'shib ishlatadigan, bu immunitetni ko'taradi, qonni ko'paytiradi va albatta hazm qilishni juda ham yaxshilaydi. Shuning uchun ham qaynonam umrlari uzoq bo'lsin. Ba'zida bir-birimizni yeb, urishib g'ajisak ham, lekin boriga shukr, shu qaynonamni tugaganda tugamadi, joylashtirib qo'ydim. Qaynonam aytadilarki, quruq mevalarni, mana bu quruq guruchlarni hech qachon salafanda qo'ymagin, o'zini idishiga solib qo'ysang, uzoqqacha ishlatasan, buzilib qolmaydi dedilar. Lekin qari bilganni pari bilmas deganlari shu bo'lsa kerak. Qariganda ozgina injiqlashadilar, lekin shunda ham borlariga shukr. G'ajishsak ham qaynonam boriga shukr. Ishlarimni ham pashti bitirdim. Sog' bo'lasizlar azizlarim.